Inshuransdan pul olish masalasini gaplashamiz. Bugungi kunda ko'p insonlarni eshityapmizki, yolg'on yo'li bilan inshuransdan pul olishyapti. Bu narsa mo'min kishiga noto'g'ri hisoblanadi, harom hisoblanadi. Chunki Alloh taolo aytganki, "Estaizu billah va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil." O'zaro molinglarni botil yo'l bilan, asossiz yo'l bilan yemanglar degan Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam necha yil Madinada yahudiylar bilan va boshqa millat vakillari bilan birga istiqomat qilgan bo'lsalarda, biron marta ularni molini asossiz tarzda yeganliklari yoki pulini aldov yo'li bilan olganliklari hech qayerda kelmagan. Na sahobalardan va na Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan bu ish. Shu sababli bugun buni o'ziga halol qilib olgan, bunga o'ziga fatvo berib olgan insonlar dinni bunga aralashtirishga umuman haqlari yo'q. Balki bu nafsi o'zini fatvosi, nafsi gap hisoblanadi. Har qanday holatda ham u musulmon bo'lsin, ikkinchi tomon g'ayri din bo'lsin, farqi yo'q. Uni molini yoki bir evaz bilan, ya'ni savdo sodiq bilan yoki bo'lmasa sovg'a bilan olsagina bo'ladi, boshqa yo'li yo'q. Allohu a'lam. Shu uchun luqmalarni harom qilmanglar, sog' bo'linglar.